Yaponiya parlamenti Xitoydagi egri kishilik huquq ahvoli to'g'risidagi bir qarorni ma'qullab, Kishida hukumatini bu ahvolni yaxshilash uchun harakat qilishga chaqirdi. 1 fevral Yaponiya Avam palatasida ma'qullangan qarornomada Uyg'ur avtonom rayoni, Hong Kong va Tibetga tutqun qilish va diniy erkinlikka tajovuz qilish qilmishlarining xalqaro jamiyatning andishini qo'zg'ayotganligi o'tirib qo'yilgan hamda kishilik huquqining ichki ish emas, balki xalqaro jamiyatning o'rtaq ko'ngil bo'lishi kerak bo'lgan bir qimmat qarash ekanligini ta'kidlagan. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken Rossiya Tashqi ishlar ministri Lavrov bilan telefonlashdi. Blinken Rossiya bilan davomli suhbatlashish va Ukraina chegarasidan askar va uskunlarni chekintirishni talab qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining yozma bayonotida suhbatning Washington hukumatining Rossiyaning bexatarlik takliflariga yozgan yozma inkosidan keyin elib berilganligi ko'rsatildi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI'ning aytishicha, Xitoy xakerlari ularning bexatarligiga tekstilgan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray Xitoydan Amerikaga keladigan tahdid misli ko'rilmagan darajada oshdi dedi. U Beijing hukumatining Amerika shirkatlarining texnika uchurlarini o'g'irlamoqchi bo'layotganligini bayon qildi va o'zlarining Xitoy xakerlariga qarshi turishda har 12 soatda bir yangi tekshirish da'vosi ochadiganligini bildirdi. Xitoy bayrog'i esilgan ikki dengiz qirg'oqi muhofazat paraxoti Sharqiy dengizga talash tortishdagi Senkaku orolining atrofidagi Yaponiya dengiz tavalligiga kirdi. Egilanishicha, taxminan 4 soat turgan paraxotlar Yaponiya dengiz qirg'oqi muhofazat atritining ogohlantirishi natijasida bu rayondan ayrilgan. Ukraina prezidenti Zelensky 3 yilda 100 ming askar ko'paytirish va askarning maoshini o'stirish qaror qilingan buyruqqa imzo qo'ydi. Zelensky Ukraina parlament a'zolariga xitob qilib, "Men askar ko'paytirish qarorini pat yaqinda urushga qatnashadiganligimiz uchun emas, balki Ukrainada oldimizda va kelgusida tinchlikning hokim bo'lishi uchun chiqardim" dedi. Shuning bilan birga Rossiya bilan bo'lgan jiddiylikka munosabatlik diplomatik faoliyatlarmi uzluksiz davomlashmoqda. Milliarder mablag' solg'uchi George Soros Stanford universiteti qarmog'idagi Hoover institutida qilgan so'zida Xitoy haqida to'xtaldi. Xitoy prezidenti Xi Jinpingni dunyodagi ochiq jamiyatlarga nisbatan eng cho'ng tahdid deb tasvirlagan Soros, juma kuni boshlangan Beijing qishloq olimpik tanarkat musobaqasini Nosis Germaniyada o'tkazilgan 1936-yildagi Berlin yozliq olimpik tanarkat musobaqasi bilan selishtirdi. Prezident Xi Jinpingning Xitoydagi bozor iqtisodiy islohotining sobiq rahbari Deng Xiaopingga o'xshamaydiganligi va uning kommunizmga haqiqatan ishonadiganligini ta'kidlagan Soros so'zini Xitoydagi hokimiyatni o'zgartirish chaqiriqi bilan oxirlashtirdi. Saudiya Arabiston Shura Kengashi davlatning bayrog'i, g'aribi va davlat she'rini o'zgartirishga aloqador qonun loyihasini ma'qulladi. Saudiya Arabiston Shura Kengashi bexatarlik va harbiy ishlar komitetining tekshirishidan keyin bayroq sistemasini o'zgartirish qonun loyihasi qabul qilindi. Bu qarorning Podshoh Salman bin Abdulaziz tomonidan tasdiqlanishi mo'ljallanmoqda.